paraga kirmasdan darsdan qochganmisizlar? O'ylayapman-da, kim qolyapti hozir? Advokatdan pulga yozdirganmisiz? Ustozingiz hech ismingizni adashtirib aytgan payti bo'lganmi? والعود دندن لي والطبل طبطب لي. Birinchi paraga bormasdan ham bo'larkan, o'zimizni yaqin Men seni ko'ryapman. ustozimiz ekan degan fikr bo'lganmi? Ayniqsa Dilrabo o'yini darsi bo'lsa. Qanday go'zal bu olam. Adashib boshqa guruh darsiga, leksiyasiga kirganmisizlar? Bitta daftarni 4 ta fandan tutganmisizlar? Teknologiya. Ustozingiz ko'chada ko'rib qolsangiz, ko'rmaslikka olib o'tib ketganmisiz? Bor yo'g'i bu yengil shamol. Buni yengil shamol deb hisoblaymiz. Darsda uxlab qolganmisiz? Xudoga soldim garchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Kulib qo'ydim xolos. Darsga kelmadingiz, domla telefon qildi. Ko'tarmagan paytingiz bo'lganmi? O'ylayapman-da, kim qolyapti hozir? Gruppovoy darsdan qochganmisizlar? Dunyodagi eng go'zal qizsa. Qilgan ishingiz uchun ota-onangiz chaqirtirilganmi institutga? Ay yaxshi. Qanchalik bo'lsa qanchalik